Assalomualaikum. Piknik narsalar ham geldi. Kursilari, stollari, tovoq idishlari, bunday mangal, mashina udobniy, hammasi yengil oladi. Yan tarafda yana kelma somkalari. Issini sovuqqa tushab beradi. Ko'rishingiz mumkin. Bu yan tarafda ham yana har xil kursilarimiz geldi dam olish uchun. Ocakı, kazanı. Yine mangal, maşina udobniy. Yanında yine bu üstlerinde özü, bunda narsa pişirir. Ko'sa zaman bo'ladi. Bu отдельный и bu отдельный. Yani bu kursi yengil oladi, kursini. Ataları prochniy, bu yengil oladi. Kichkina kursilar. Bunda yine palatka içine qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bachoklar geldi. Polni 20 litre su sig'adi. Bemalol açıp ayaklarımı yengil oladi. Yanında mangalımız. Bunun hammasi içinde duruşu komplekt. Yine kursilarimiz geldi yine. Bunda yine balıkçılarımıza kursilar geldi yazda. Sayada oturaman dese. Ne sveti var? Yeşil sveti var. Keyin palatka. Nasosu bilan bu chishirlardan palatka hech qanday yoyib, zo'tib, qaziqqa qaqib turmaysizlar. Raskoloshkalarimiz bu palatka o'zi отдельный, bu narsalari отдельно sotiladi. Palatning bunday raskoloshkalar. Bunda ham bu üstler, bunda pishiradigan yeri bor. Yana narsani qo'yib, jo'g'ni qo'yib, narsa pishirib, bemalol o'tirasizlar. Bunda durgan, yana bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu ham polka. Kichkina kursi, yemini. Üstlerler razmeri bor, razmerinden muammo yo'q. Yeminin letni palatkalarimiz geldi, setkali. Bunda agarda ko'p odamga komnatniy palatka kerak bo'ladi. Bu komnatniy palatka hisoblanadi. Buni yayib bo'lmaydi. Dükanın içinde atak yerde polni qaziq qaqib xona bo'linadi. 2 xonalı palatka. Bunda zimniy palatka. Piknik tovarlar. Kime kızık olsa, merhaba, gel arasılar.